Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Mana Elcom konditsionerimiz keldi. Suvini sovutib beradi. Zimmalikda ham isitadi, ham sovutib beradi. Buni hop. Bunda ventilator shamol haydaydigan joylari bor. Yoqib qo'yasiz. Buni o'zini aylantirib turadigan, aylanib turmaydigan rejimlari bor. Bu yoqda issiq sovuq regulировка qilinadi. Bu yoqda gradusda tushirasiz. O'chirib oladi. Bu yoqda taymer. Bu yoqda chiroqlarni o'chirib yoqish bor. Buni orqasida bachoklari bilan bo'ladi. Suv aylanib turadi. Mana bu yerdan suv havo tortib, sovuq havo haydaveradi. Alohida ikkita bachok bilan chiqadi. Ikkita bachokida kukuni bilan bo'ladi. Kukuni muzlatib turadi doimiy. Qo'shib beriladi o'zi. Buni havo haydashlari normal pultlari bilan chiqadi o'zining komplektiga. Sekin graduslar tushyapti. Eng maksimum 16 gradusgacha tushadi, xudo xohlasa.